Assalomu alaykum. Men Mehnatobodda Abdulla Muharramman. Kredit olmoqchi edim. Chok moshina bo'yicha chevarchilik bilan shug'ullanib kelayotgandim. Hozirgi kunda shu soham bo'yicha kengaytirmoqchi edim. Ish yo'llarini, ishlarimni kengaytirmoqchi bo'lib kredit olmoqchi. Qanaqa kreditlaringiz bor? Haqiqatan mahalliy bizim bankimizga kiradi. Bu endi kredit olmoqchi o'zingiz bank qilgan bo'lsangiz, siz bizda kredit turlari ko'p. Hozirda 3 ta yo'nalishga jismoniy shaxsga beramiz. 5 milliongacha bo'lgan biznesga birinchi qadam kreditimiz bor. Ikkinchisi biznes ko'mak kreditimiz bor. Bu 17 milliongacha. Agar sizga ko'proq pul kerak bo'lsa 50 milliongacha ham kreditimiz bor. Mahalla loyihasida 50 milliongacha beramiz. Tartiblari hammasida o'z bankga shaxsga beriladi. Foizi ayolda 23%, erkakda 25%. Muddati kelsa muddatdan har xil. 5 million so'mligimizni muddati 1 yil davomida. Imtiyozli davrsiz. 17 milliongacha bo'lgan kreditimizda 4 yil muddatga beramiz, 6 oy imtiyoz davri bilan. 50 milliongacha bo'lgan kreditimizda bunda 2 yil imtiyoz davri bilan 5 yil muddatga beramiz. Endi sizga qancha pul kerak bo'lsa, shuncha ularni xohishidan kelib chiqqan holda sizga qancha summa kerak? Hozirgi demak 17 million pul kerak. 17 million kerak bo'lsa, sizga hujjatni rasmiylashtiramiz. Mahalladan tasdiqnoma olib berasiz. Yana qo'shimcha o'zimiz bankning guvohnoma berib rasmiylashtiramiz kreditnoma. Ko'rib chiqib, kartalarni olib, 3 bank ish kunida Xudo xohlasa kreditingizni chiqarib beramiz. Shu hujjatlarni mahalla bankiga qilasiz. Shu tartibga ko'rib chiqib, sizga 3 bank ish kunida Rasmiylashtirib beramiz. Rahmat ma'lumot uchun. Ertaga pasportlarimni nimalarni olib kelib topshirib ketaman.